Qanday qilib u bunday qilishi mumkin? Axir seni sevadi. Nega yana bu yerga kelding? Hoziroq yo'qol. Xayrli tong uyquchi qiz. Nega men bu yerdaman? Hoziroq uyimga ketmoqchiman. Men juda ham afsusdaman. Bu mumkin emas. Senda 365 kun bor va sen xohlagan narsani qilasan. Meni sevishga harakat qil, menga hamroh bo'l. Lekin hech qayerga borishni xohlamayman. Va sen ruxsatimsiz menga tegma. Red Fox Play'da maxsus premyera. U faqat sizga yaxshi g'amxo'rlik qilishni xohlaydi. Sen 365 kunda seni sevib qolishimni xohlaysan, lekin men oldinda meni nima kutayotganini bilishim kerak. Yana ursang seni o'ldiraman. Nima, meni o'ldirasan? Qo'lingdagi qurolni qo'y. Men hech qachon seni xafa qilishlariga yo'l qo'ymayman. Men unga g'amxo'rlik qilaman. Sen meni qutqarding. Endi menga 365 kun kerak emas. Chunki seni sevaman. Chet el filmi muxlislari uchun maxsus premyera. Ovoz berishda Senyorita va Shohruh ishtirok etadi. Tez kunda. ...365 kun. Red Fox Play Telegram kanalida.